Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Xudo xolasa Qo'rg'ontepadagi obyektimizda fundament ishlarini tugatganmiz. Bu yerda chet yozlarini ham chizmalarni o'zimiz qilib berganmiz. Bir qator begiga ketgan sarf xarajatlar, usta pullar hammasini obzor qilamiz. Qo'ldan kelgancha, Alloh qodirgancha like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qani bo'lmasa biz obzor qilishni boshladik. Mana aziz obunachilar, bu joyda o'xshi 5 xona uyimiz bo'lyapti. Oldini ko'ryapsizlar, mana shunaqa figura bo'lib chiqqan. Chet yozlarini buni o'zimiz qilganmiz. Xudo xolasa bu oldi yarim yumaloq bo'lib, derazalar 3 ga bo'linib, zamonaviy dizaynda bo'ladi. Ikkita xonamiz. Xonalarni tanishtirib o'tsak, aziz obunachilar, bu yerda bitta katta xonamiz bor, bu yerda mehmonxona bo'ladi. Bu yer bitta shunaqa yotoqxonaga o'xshagan. 3,5 ga 7,5 metr uzunasi darvozaxonamiz shunaqa. Padojlarimizni sizlarga foydali layfhak akalar, bolar. Shu отдельный qilmasdan padojni bitta quyib o'tkazinglar, keyin zaspga qilinganda qanaqa qolib ketaveradi. Yer tagida shtobi uy bo'linib qolmaydi. Ertadan keyin bu tomon cho'kib, bu tomon qo'lib qolmaydi. Oldida ko'ryapsizlar, shunaqa ikkita figura bor, deraza figura berib ketganmiz va bu yerda kirish xoti bo'ladi, ikkita kirish xoti bo'ladi. Bu yerda ikkita rim ustun qo'yamiz. Xudo xolasa bu surpalarni olib anaqaniki zaspga bo'lgandan keyin ikkita rim ustun bo'ladi. Bu yer podval bo'ladi. 230 podvalimiz bor. Shunga Porsche qo'yib ketilgan podvallar uchun. Va bu yerdan ham bitta kirish xoti bo'ladi. Bu yerdan kirish xotimizga kirgandan keyin lesnitsa qanaqa? Bu yerdan eshik olib turib, lesnitsa ichkariga qarab chiqaradigan bo'ladi. Va bu yerda mehmonxonaga kiradigan, bu yerda yana bitta xona bo'ladi. Keyin bu yerda mana 3 ta xonamiz bor. Bunaqasi 3,5, bunaqasiga bitta 4 metr va 3,5 ga 4 va bu yerda bitta 2 ga 3,5 metr bitta sound 2 ga 4 ekan, bunaqasi 4 ekan, bunaqasi 3,5 ekan. 3,5 dan ikkita xona, 3,5 ga 4 va bitta yerda 4 ga 2 metr buni o'rtasidan bo'lib ikkita xonaga saunzel joylashadi. Bu yerda 4 ga 4. 4 ga 4 bitta saunzelimiz bor akalar. Bu yog'i mana uydan tashqari bu yog'i devori yomon bo'lib ketgani uchun padoj quyib qo'yamiz. Keyinchalik ulab olinadigan bo'lib, bu yerda podvalimizga kirish xoti bo'ladi. U tomondan kirish xoti bo'ladi, nari yog'imda ko'tarma bo'lib tashqariga kiradigan xot bo'ladi. Aziz obunachilar, mana shu joyimiz podval bo'ladi. Buni endi o'rtasini kaylab olib tashlanadi, quyiladi. Shunaqalik banka qo'yadigan joy bo'ladi aziz qadrdonlar. Endi bu yerga o'xshi ketgan materiallar, usta pullar narxlarini hammasini usta akamiz bilan obzor qilamiz. Usta va endi bu joyimizga shag'aldan boshlasak, qancha shag'al ketdi shu joyimizga? 5 ta kamaz ketdi. 5 ta kamaz, bitta zila. Yo'q, 4 ta kamaz, bitta. 4 ta kamaz, bitta zilda ketibdi. 14 tonna sement ketgan aziz qadrdonlar. Hozircha shag'allarimiz qanchadan olindi bu Qo'rg'ontepaga? 1 million 200 mingdan shag'allarimiz. Endi metapsoy, shakaror shunaqa. Sementimiz qanchadan olindi? 690 dan shu yerga kelib tushibdi. Armaturamiz 1,5 ming metr ketdi bu yerga usta. 1,5 ming metr padojimizga ham tashladik, lentishniga ham tashladik aziz obunachilar. Kolonnalarimiz uchun 16 lik ishlatildi usta. 16 lik padojimizni padoj uchun lentishniga bunga 12 likdan Begavatni zavodidan ishlatilgan. Bu joyda presslarni ham o'zimiz qilganmiz. Endi usta bu yerda usta pullari qanchadan bo'ldi? Usta puli ofisimi? Ha, ofisi 22 million pul. 22 million usta puli bo'ldi. Aziz obunachilar, kimgadir shunaqa xizmatlar keraksa, ekrandagi nomerlarga aloqa qilib, bir appalapcha bo'yimizni 75 ming so'mdan quyib beryapmiz. Usta bo'lsa bir appalapcha bo'y 60 ga, 40 ga 50, 40 ga 50gimiz 70 ming, padojimiz ham shunaqa 60 ga 30 bo'lsa 70 ming so'mdan quyib beryapmiz aziz obunachilar. 1,5 metr balandlikda bo'lsa 150 ming so'mga aylanadi. Hamma instrumentlar bilan kelib xizmat qilib beramiz. Bu yerda ham Xudo xolasa tez orada buni g'ishini ham Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Ishlarni sifatiga baho berib ko'rasizlar. Presslar ham o'ta go'zal. Buni hali g'ish urilganda ham rim ustunlar tushadi. Shunaqa juda go'zal va press bo'ladi. Do'stlar, kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 0 dan boshlab korobka holatiga Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Hamma instrumentlarimiz bilan kelamiz. Agar planinglar bo'lmasa, sizlarning ideyalarida yo'q, sizlarga yoqadigan holatda qilib, imkoni boricha chizib qilib bitkazib beramiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.